aniq bilaman, bu do'konning narxlarini ko'rib dumalab tushasiz. Uyim yaqiniga shunaqa yangi filialligini ochibdi. Qaranglar, yo'q narsani o'zi yo'q. Pinterestdagi hamma chiroyli idishlardan juda katta assortimentda bor ekan. Qaranglar, bularning shirinchaligini, narxlarini aytmaysizmi, zo'rligini 10 mingdan boshlanar ekan. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Shu shiringina kosachalar 15 mingdan. Hayit ayyomi yaqin, albatta bu yerga hoziroq bormasanglar bo'lmaydi. Shu skrablarning narxi nech pulda bo'laysizlar? Ati 20 ming so'm. Bu gellarning narxini ko'ryapsizlarmi? Sochni zo'r qilib o'stiradigan shu mashhur shampunlarning narxini ko'rdingizmi? 20 mingdan ekan. Qizimni ham olib bordim, o'ziga savatcha olib kerakli narsalarni olib oldi. U yoqda ayollar kosmetikalari, ayollar zakolkalari, shunaqa kerakli gigiyena vositalari, kichkina qizchalarimizga turli-turman zakolkalar, abadokchalar va shunaqa chiroyli podarchniy paketiklar, tish yuvadigan shotkalarning 0+lari ham bor ekan. Xullas, bu yerga borib hech qachon afsus qilmaysizlar. Quruq salfetka, ho'l salfetka, musor uchun kerak bo'ladigan paketiklar, kartoshka, sabzilar artadigan anjomlar, gubkalar va kichkina bolasi borlar uchun shunaqa burchaklarga yopishtiradigan narsa ham bor. Videoda ko'rayotganingizdek hamma narsaning sifati a'lo darajada. Kechqurun er-xotin kino ko'rib, pista chaqib o'tirganinglarda kerak bo'ladigan musornitsalar ham bor ekan. Bu do'kon HHH Market, Toshkentda filiallari juda ham ko'p. Opisaniyada profillarni qoldirdim. To'liq ma'lumotni u yoqdan olasizlar. Ekranlaringizda manzilni qoldirdim.